Tavsiya qilasiz. Qayerdan kelyapsiz aka? Jizzax G'aloroldan. Jizzax G'aloroli akalarga nima deysiz aka? Bemalol chiqaversan. Avtobus ichki holatlari hamma yo'q, cho'tkimi aka? Yolg'on yo'qmi ekan? Toshkentdan o'tiryapsizlarmi aka? Birinchi marta ketishim emas. Birinchi marta UzAvtotrans ketyapsiz, to'g'rimi? Birinchi marta emas ketishim. Borib kelib yurgansiz, to'g'rimi aka? 2017 dan beri borib yuribman. Kazanga Yujniy avtovazorga borib to'xtaydi aka. Kanechkamiz Kazan Yujniy avtovazor. Mostdan tushgandan keyin burilib tushdingiz, avtovazor bo'ladi. Ashida o'zim yurganman, o'zim abratga ishlaganman aka. Moskvada ham, Kazanda ham, Perimga ham borganman. Yuring aka, bir avtobus ish holatini akalarga ham ko'rsataman. Mana avtobusimiz ish holati 30 ta odam bor, xudo xolasa 1 soat, 1,5 soatda chiqib ketamiz. Aka, avtobus masalasida nima deb tavsiya berasiz? Bekinmang aka, bekinganingizga ochyapman. Yaxshi. Sharoiti zo'rmi aka avtobusda? Nima deb tavsiya qilasiz? Qayerdan kelyapsiz aka? Jizzaxdan. Jizzaxdan. Jizzaxlik akalarga nima deysiz? Nima deb tavsiya qilasiz aka? Kelinglar shu avtobusga zo'r. Cho'tkimikan avtobuslar yangimikan aka? Yangi aka. Yo'q, rahmat. Zaryadchilar ishlayaptimi aka? Ko'rsatib qo'ying. Ishlaydi aka. Mana zaryadchilar ishlayapti. Konditsionerlarimiz bor, 3 ta monitorimiz bor, 2 ta monitor, 3 ta kameramiz bor. Suv sovuq suvga sharoitlar bor, tualetimiz bor, lekin ochib bera olmaymiz tualetni. Nima deb tavsiya qilasiz aka? Akamizni ham bir intervyusini olaylik-chi. Mana sharoitlar yaxshi, zaryad qo'yadigan joylari bor. Issiq suv, sovuq suvlar bor. Sizdan keyingi odamlarga nima deb tavsiya qilasiz aka? Shu avtobuslarga ketingizlar deb tavsiya qilaman. Siz nima deb tavsiya qilasiz aka? Men ham shu kishiga qo'shilaman. Va alaykum assalom. Cho'tkimikan avtobusda yolg'on yo'qmi ekan aka bizda? Primoy Toshkentdan o'tiryapsizlar aka? Shunday, xuddi shunday. Qo'ylodan. Yuring endi Moskvaning avtobusiga chiqamiz aka. Bu Kazanda avtobusi. Olib boray. Sizlar aytdim, konditsioner bor joyga chiqib o'tirasiz, sizlar bir ta'lim berib pastda odam. Xushak sabir tuting. Assalomu alaykum. Opa, qayerga shahar ketyapsiz? Dizanga. Dizanga. Avtobus yo'qdimi? Ha, yaxshi. Cho'tkimikan avtobus zo'r ekan. Konditsionerlar ishlayaptimi opa? Zo'r. Aka, qayerdan keldingiz? Assalomu alaykum. Samarqanddan. Samarqandlik akalarga nima deysiz aka? Yaxshi, hamma Avtobus cho'tkimi ekan, sharoitlari yo'qdimi aka? Yolg'on yo'qmi ekan? Primoy Toshkentdan o'tiryapsizlar. Qayerga shaharga ketyapsiz aka? Moskvaga boryapman. Moskvaga ketyapsiz. Zaryadchilar ishlayaptimi aka? Mana yerda bo'ladi aka zaryadchiga mana. Ishlayapti-mi? Akalar bitta intervyu berasizlar. Qayerdan keldinglar aka? Samarqand. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Samarqanddan. Samarqandlik akalarga nima deb tavsiya qilasiz aka? Siz orqangizdan keladigan insonga bo'lsa. Yaxshi, hamma sharoit bor. Cho'tkimikan avtobuslarimiz, yangi avtobuslarmi ekan? Zaryadchilar ishlayaptimi aka? Konditsionerlar ishlayaptimi aka? Ishlayapti. Avtobus yo'qdimi sizlarga aka? Yo'qdi, yaxshi. Mana akalar, opalar, singillar kelaverasizlar. Avtobusimiz hammasi yangi UzAvtotrans. Qozog'istonga ishonib olmanglar. Primoy Toshkentdan O'zbekistondan o'tirasizlar, aziz yurtdoshlar. Kelaverasizlar. Telefon nomerlarimizni ekranga qo'yib qo'yamiz. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.